Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Shu kunlarda Sulton Abu Said Mirza qo'lini kuyayotgan ulug' o'tga tiqib olgan bo'lib, qo'lini yo tortib olishni, yo o'tning ichida qo'yaverishni bilolmay qolgan edi. Shu topda uning qo'li o'tdan tortib olsam kuyatdi, qo'yaversam kuyatdi. Rahimsiz o't uningga tutishib bo'lgan edi. Dasht Qipchoqning hukmdori Sulton Obulxayrxonning o'limi bilan Samarqand taxtigohiga har qachon tahdid selib turgan kuchli dushmanidan qutulgandek tuyg'uga kelib qolgan Sulton Abu Said Mirza boshqacha ko'ngil ozodchiligiga erishgan edi. Chunki Obulxayrxonning o'limidan keyin Dasht Qipchoq hokimiyatini qo'liga olgan aka-uka qozoq sultonlarga xeylidan beri Sulton Abu Said Mirza nurg'un yordam qilib, ularning Dasht Qipchoq saltanatini tortib olish ko'rishini qo'llagan edi. Shunga hokimiyatni qo'liga olgan Kerayxon bilan Jonbekxon Abu Said Mirzaning huzuriga nurg'un qimmatbaho sovg'a salomlar bilan elchi avatib, minnatdorligini, sadoqatini bildirgan edi. Xorason tavasida to'li parakandichilik tug'dirib kelgan Husayn Boyqara bo'lsa, yaqinqi 2 yildan beri Sulton Abu Said Mirza bilan tuzishgan kelishimga amal qilib, xeyli tinchib qolgan bo'lsa-mu, ammo nima uchundir Hirot amiri Yodgor Muhammad Mirza bilan gohi yo'shirun, gohi oshkora put tepishayotdi. Har qachon taxt saltanat da'vosi qilish ehtimoli bo'lgan ikki mirzaning adovatlashib qolishi Sulton Abu Said Mirzani xeyli xotirjam qilib qo'ygan edi. Chunki Yodgor Muhammad Mirza Hirotga amir bo'lgan dastlabki yillarda Abu Said Mirzaga sadoqat bildirib kelgan bo'lsa-mu, keyincha qanot quyruqining yetilishiga erishib, Samarqand taxtiga ko'z tikishga va xufiyona hozirlik ko'rishga boshlagan edi. Ayg'oqchilar orqali hammani bilib turgan Sulton Abu Said Mirza bu ikki yo'shirun raqibining o'ttirisidagi adovatni fursat deb bilib, ular o'ttirisidagi adovat o'tiga deb o'tin tashlab. Chunki Shahruxiylar saltanatini qaytadan tiklash xiyolida bo'layotgan Yodgor Muhammad Mirza bilan Umar Shayx avlodini bosh ko'targ'izish ko'ydi bo'layotgan Husayn Boyqara bir-biri bilan elishsa, tabiiy holda kuch xo'rab ojizlashadi. Balkim bir-birini yo'qotadi-da, o'zi tutayotgan Miranshah avlodining hukmronligi texmi mustahkamlanadi. Bu taxt saltanat da'vogarlaridan oson xalos bo'ladi. Shu sababdan Sulton Abu Said Mirza Husayn Boyqara bilan Yodgor Muhammad Mirzaning goh oshkora, goh yo'shirun kurashlariga ko'zni yumib, hech nimani sezmagan qiyofatga kirib olib, oxirgi natijani savarchanlik bilan kutyotdi va xotirjam holda To'qal xonishidan tug'ilgan kichik xonzodasining sunnat to'yini katta hashamdaram bilan o'tkazish bilan bo'lib ketgan edi. Necha oy davomlashgan sunnat to'yining gohi o'g'liq tortishish, gohi mushoira, gohi barobat, gohi ziyofat va gohi jonbozlik, chelishish, komandozlik mahorati ko'rsatish, gohi ov tomoshasi, gohi oydin saylisi qatorliq tantanalarga asir bo'lgan Sulton Abu Said Mirzaning mas'ud kayfini qoraqo'yliq turkmanlarning xonzodasi Hasan Ali buzdi. Bu kunlarda Samarqand, Buxoroni cho'ng o'g'li Ahmad Mirzaga, Hisor, Badaxshon, Qunduz qatorliq viloyat tumanlarini ikkinchi o'g'li Mahmud Mirzaga, Farg'ona vodisini to'rtinchi o'g'li Umar Shayx Mirzaga suyrg'al qilib bergan Sulton Abu Said Mirza uchinchi o'g'li Sulton Muhammad Mirza va teg'i balog'atga yetmagan boshqa o'g'illar bilan Marvaga kelib turibdi. Sunnat to'ymi Marvada o'tkazilyapti. Bir necha qitimli halbilik lashkariy yurishlardan keyin ulug' buvisi buyuk istilochi Amir Temurdan miros qolgan Mavara-un-Nahir, Farg'ona, Xorasonning emas, balki Afg'oniston, Siyiston, Kirmon hamda Parisning hukmdoriga aylangan Sulton Abu Said Mirza bakli ko'ranglab ketgan edi.
U har xil yig'ilish, barobat, ziyofatlarda, cho'ng kichik o'rda kengashlarida shoni shavkatining ulug' bo'lsa Amir Temurning shoni shavkatidan eshib ketganligini davron qilib maqtanatdi. Atrofidagi qo'shni el sultonlarining o'zidan hayiqmaydiganlari yo'q deb qaraydi. U o'zidan homiylik talab qilib yolvorib kelgan qora qo'yliq turkmanlarning xonzodasi Hasan Alini Marvidagi vaqtliq ordisida qabul qildi. Xo'sh, dedi sharob ta'siridan xushkayib bo'lgan Sultan Abu Said Mirza taxtning poyisini so'ygunicha mishildab yig'lashga boshlagan Hasan Aliga ko'zining qirida qarab qo'yib, nima arizlari bo'lsa azmilarini azmay so'zlasinlar. Ey buyuk saltanat egisi, adolat bana, dedi Hasan Ali yig'isidan to'xtab. Biror mamlakatda jabr zulm va fisq-fasod kuchayib, saltanat tizgini taxt saltanat sohibi bo'lish salohiyati yo'q nokaslarning qo'liga o'tib ketgan bo'lsa, buyuk xoqonlar ul fisq-fasod jabr zulmni yo'qotish, adl adolat o'rnatish niyatida ul mamlakatlarga bahodir o'g'lonlardan tashkillangan adolat qo'shinini hujum qilishga buyurishi zarurdir. Hammaga qodir va qudratli Tangri taolo o'sha adolat homiysining yaxshi niyatining sharofati bilan ul mamlakatni zolimning qo'lidan so'yib olib, odil podshohga topshirdi. Mudda shulki, bizning qora qo'yliq turkman tasarrufimizga oq qo'yliq turkman toifasining xoni Uznasan degan nokas fisq-fasod paydo qilib, suiqasd hiyla ishlatib, xon otam Shohjahonni shahid qilib, taxt saltanatni tortib oldi. Buni oz deb ra'iyatga qattiq zulm soldi. Texi o'zini Sarjahongir deb atab, qo'shni allarni istilo qilish qo'yiga tushmoqda. Shunga jahonning buyuk qobiliyat egisining dargohidan adolat izlab keldim. Sarjahongir degani jahonni tutquchi, tinch tutquchi sarkarda debdi izohatda. Hasan Alining dodlashlari Sultan Abu Said Mirzani ancha ta'sirlantirgan bo'lsa-mu, qora qo'yliq turkmanlarning sultoni Uznasanning o'zini Sarjahongir deb atab davron qilishi qattiq g'azabini keltirgan edi. Shunga Hasan Aliga qarab ko'zini chaqchaytdi. Oshu Uznasan holiga baxmay o'zini Sarjahongir deb atyaptimi kehi? Necha yildan beri buyuk jahongirlarga xos shijoat bilan nurg'un mamlakatlarni istilo qilgan va shuningga yarasha yomg'irdak yig'iyotgan turli maqtash, madhiya, faxriy nomlarning hayojonida mag'rurlanib yurgan Sultan Abu Said Mirza har qanday bir elning hukmdorini mansitmaydi. Shu topda kichikina qora qo'yliq turkman xonligini istilo qilgan Uznasanning xijil bo'lmay o'zini Sarjahongir deb atib olib davron qilishi uning qattiq zitiga tekkan edi. Shundoq qudratli panohgohim, dedi Abu Said Mirzaning qo'li orqali dodisining qisosini elishga bel bog'lagan Hasan Ali qaytadan tiz cho'kib. Shu kunlarda Uznasan hadab lashkar to'plab hozirlik ko'ryotdi. 6 oy ichida saltanat tug'umni Samarqand ordisi qodoyman deb davron silyotdi. Bo'ldi bas. Sultan Abu Said Mirza g'azab bilan vaqirdi. Uzundan beri uning bunchalik g'azablanganini ko'rmagan barliq amir sarkarlari vahimadan qattiqroq nafas ilishqimi petinolmadi. Hasan Ali ikki g'iz gap bilan uni quturtish maqsadiga to'liq yetgan edi. Sunnat to'y ma'rakasi hozirdan boshlab tamom, dedi Sultan Abu Said Mirza saroyning timtasligini buzib. Har qaysi qo'shinning amir sarkarlari puxta hozirlik ko'rgay. Haftadan keyin yo'lga chiqamiz. Shu daqiqada Sultan Abu Said Mirzani hech kim niyatidan yondirolmaydi. Chunki Samarqand taxtini qo'liga olgan 10 necha yildan beri uning lashkar tortib berib Iroqcha istilo qilish, hatto Makka mukarramni tasarrufiga elish orzusi bor edi. O'z vaqtida ana o'sha orzusining turtkisida Sultan Yunus xonni Shirozdan oldirib kelib,
nurg'un lashkar bilan Mo'g'uliston saltanatini elishga kuch kiritgan va bu orqali o'z vaqtidagi Mo'g'uliston hukmdori Sulton Isom Bug'oxondan keladigan tahdidni to'sib, Iroqqa xotirjam yurish qilishga asos solishni niyat qilgan edi. Mana 2 yildan beri uning bu tadbiri to'liq amalga oshdi. Yunusxon oxiri Mo'g'uliston saltanatini qo'liga oldi. Yana bir ashaddiy raqibi Dasht Qipchoq hukmdori Sulton Obulxayrxon o'ldi. Bu zaminmi uning ittifoqdoshlarining qo'liga o'tdi. Husayn Boyqaro bilan Yodgor Muhammad Mirzdan ansirashning hojati yo'q. Ular shu topda bir-birining peyini qirqish bilan ovora. Ularning mayli qaysisi yengib chiqsin, yanala Sulton Abu Said Mirzaga bo'ysunmay amali yo'q. Gardankashlik qilaman deydigan, itoatga sunmagan gardanini uzib tashlash ancha tas emas. Shunga bu tarafdan xotirjam. Mana endi Hasan Ali lashkar tortishni da'vat qilib o'zi ketdi. Bu degan tepilg'usiz fursat. U endi Qoraqo'yliq Turkman qabilasining qisosini ep berish uchun Oqqo'yliq Turkman qabilasining xoni Uzun Hasan'ga jazo yurish qilish bahonasi bilan adolat bayrog'ini ko'tarib chiqib, Ozarbayjon Iroqqa lashkar tortsa tamoman bo'ladi. Uni sababsiz urush qo'zg'adi deb hech kim ayblayolmaydi. Pat yaqinda saltanat tug'i Bag'dod osmonida lapildaydi. Kimning haqiqiy sarjahongir ekanligini xalq olamga ko'rsatib qo'yadi. Barliq sarkard lashkarlar bilan Marvadan yo'lga chiqqan Sulton Abu Said Mirza Qorabog'ga kelganda Uzun Hasanning lashkarlari bilan uchrashdi. Sulton Abu Said Mirzaning son-sanoqsiz sarkard lashkarlari bilan kelayotganligidan xabar topgan Uzun Hasan bir tarafdan jangga puxta tayyorlik ko'rsa, yana bir tarafdan sulhi tuzib, yangidan qo'lga olgan hokimiyatni saqlab qolish qo'yga tushgan edi. U yuqori darajalik amirlardan elchi tashkillab, Sulton Abu Said Mirzaning qarorgohiga sulhi talab qilishga avatdi va sulhini qabul qilib jang qilish niyatidan yonsa, har qanday shartga ko'ndiganligini, hatto tabalik bildirganligini jakarladi. Nihoyatim afsuski, orqa-orqadan erishgan muvaffaqiyatlari tufaylidan texi hayojini bisilmagan, qattiq mag'rurlanib ketgan Sulton Abu Said Mirza sulhidan bosh tortib, Uzun Hasanni qilich yalang'ochga majburladi. Sulhi uchun ko'rsatgan tirishchanliklari butunlay yo'q chiqqan Uzun Hasan Qorabog'ning aplik jo'grafiyalik sharoitidan unumli foydalanib, jon jahli bilan mudofaada turdi va Abu Said Mirzaning bir qancha qitimliq keng ko'lamli hujumini unumli chekindirdi. Uzun Hasanni bir qitimliq hujumga bardoshlik bermay, Iroq tarafga qochdi. Uni qo'g'lash bahonasida Iroq siminig'imi bostirib kiraman deb ham xiyol qilgan Sulton Abu Said Mirza bu kuchli mudofaa oldida amalsiz qoldi. Shundaqdimi sarkardilarini davomli hujum qilishga buyurdi. Sulton Yunusxon Toshkent amiri Shayx Jamoliddinning nazarband qilishiga uchirgan kunlarda Sulton Abu Said Mirzaning Uzun Hasan bilan Qorabog'da tirkishayotganiga 4 oydan oshgan edi. Abu Said Mirzaga o'xshashla ilgirki yurishlarning g'albi muvaffaqiyatlaridan mag'rurlanib ketgan sarkarda lashkarlarning Qorabog'dagi uzunga so'zilgan bu tirkishishdan ruhi tushgan, jang qilishdan ro'yi qaytib qolgan edi. Shu sababli hujum qilish holatida turg'ani bilan mudofaada turgan raqiblardan har qachon talofat yeb turadi. Jang vaziyatining kundan kunga foydasiz bo'layotganligini his qilgan Sulton Abu Said Mirza dastlabida Uzun Hasanning sulhi talabini qabul qilmaganligi uchun mana endi lashkarlarni chekindirib ketishga yuzi chidamaydi. Unumsiz hujumni davomlashtiraverishga texi ko'ngli unmaydi. Boshda aytganimizdek, shu kunlarda u xuddi qo'lini kuyayotgan ulug' o'tga tiqib olgan odamga o'xshab qolgan edi. 4 oydan beri kuchli qarshilikka uchrab, bir izda turib qelishdek passiv jang vaziyati Abu Said Mirzaning ishonchini sustlashtirib qo'ygan edi. Garchi tasarrufidagi zaminlarning ko'p qismini 3 o'g'liga suyirg'al qilib bergan bo'lsa-mu, lekin uning saltanatga bo'lgan andishasi borgan siri kuchayib qolgan edi. Chunki har qaysi yurtlarga avatgan oyg'oqchilari ep kelgan ma'lumotlar uning g'am andishasini texnik kuchaytirib etgan edi.
Айгакчыларның yetkizген мәгълүматыдан караганда, Hüseyin Bayqara bilan Yodigar Muhammad Mirza o'ttirsidagi yo'shirin adovat oshkor qarshilikqa almashgan, hatto lashkar tortib jang qilishga berib yetgan edi. Cho'ng o'g'li Samarqand hukmdori Sulton Ahmad Mirza bo'lsa, Hüseyin Bayqarani qo'llab, Yodigar Muhammad Mirzaga birlikda taqobil turgan edi. Bundan xabar topgan Sultan Abu Said Mirza o'g'lining bu qarorining to'g'ri xatoligiga damallaqqa hukm chiqarolmadi. Ammo ikki mirzaning o'rtasidagi adovatni bartaraf qilib, ondan Uznasanga qarshi lashkar tortmaganiga qattiq pushaymon qildi. Ayg'oqchilar uningga yana Sulton Yunusxonning zo'r qo'shin bilan lashkar tortib kelib, Turkiston chegarasida panohlanayotgan Dashti Qipchoq xonzodasi Bo'rish o'g'lonni barliq sarkard lashkarlari bilan yo'qotganligidan uning bilan ko'rishish uchun yo'lga chiqqanligidan ma'lumot berdi. Bu xabar uni xeyli umidlantirdi. Aşı yili bir tarafdan Hüseyin Bayqara, bir tarafdan Burgu Sultan, Muhammad Jogi va ularga hamdam bo'lib satqinlik qilgan Toshkent amiri Shayx Jamoliddinlarning iskanjasida qolgan vaqtda Sulton Yunusxonning tuyuqsiz paydo bo'lib, yovga orqa tarafdan ajallik zarba berib, mag'lubiyatni g'albaga o'zgartganligini esiga ilib, hozirgidek yo oldiga mangolmay, yo orqasiga chekinmay turgan paytda uning yana tuyuqsiz paydo bo'lib qolishini to'liq orzu qiladi. U ana shundoq orzuning turtkisida Sulton Yunusxonning oldiga chaparman mang'uzish xiyoliga keldi. Lekin Toshkent bilan Turkman dashtiga joylashgan Qorabog'ning orliqi bekmi yiroq edi. Yunusxonning yetib kelishiga bir necha vaqt ketadi. Uninggacha Yunusxonni saqlab yetib bo'lmaydi. Cho'ng o'g'li Sulton Ahmad Mirza bo'lsa, dadasining ahvoli bilan kori bo'lmay, ikki mirzaning jangi jidaliga aralashib qolgan edi. Bundaq vaqtda Samarqandda qolib qolgan ozg'ina lashkarlarni yo'tkab kelganning foydasi yo'q edi. Hüseyin Bayqara Yodigar Muhammad Mirzadan Hirotni tortib olibdi. Yodigar Muhammad Mirza Hirotni yana qaytarib olibdi. Hüseyin Bayqara chekinishga majbur bo'libdi. Yodigar Muhammad Mirza Hirotni qaytarib olgandan keyin jiddiy lashkar to'plashga kirishibdi. Maqsad muddasini bilinmadi. Bosh oxiri yo'q ham xiyollar, tugumas g'am andishilar, ilkida nima qilishni bosh oxiri yo'q ham xiyollar, tugumas g'am andishilar ilkida nima qilishni bilmay turgan Sulton Abu Said Mirza ayg'oqchilar orqa-orqadan yetkazgan bu ma'lumotlarning qaysisiga ishonishni bilmay texmi bek gangiradi. U cho'ng xonzodasi Sulton Ahmad Mirzaning qo'llashiga erishgan Hüseyin Bayqaraning Yodigar Muhammad Mirzadan Hirotni tortib ololmaydiganligini allaqachon tanlagan va Hüseyin Bayqara Hirotni qo'liga olgandan keyin o'ziga itoat qilmasligidan andisha qilgan edi. Kutmagan yerdan Yodigar Muhammad Mirzadek ancha nomi chiqmagan, uning ustiga amdil 18-19 yoshning qarasini olgan Xamsoymining Hüseyin Bayqaradek yetilgan sarkardadan Hirotni yana qaytarib olishi uni bekmi hayratda qoldirdi. Ağzıdan anasının oğuz tutu ketmegen Yodigar Muhammad Mirzaning oshuncha vala karamati bormidi zoti? Hüseyin Bayqara uningdan qandoq siginlab qolgandi? Yodigar Muhammad Mirza lashkar jo'g'lab nemish qilmoqchidi? Hüseyin Bayqaraning adibini bermoqchimidi ye? Undaq niyati bo'lsa, lashkar to'plab yurmayla orqasidan qo'g'lar bo'lg'iydi. Yoki o'g'lim Ahmad Mirzaning Hüseyin Bayqaraning qo'llig'iga adovat tutib, Samarqandga lashkar tortmoqchimidi? Bunisi ehtimolga nihoyat yaqin. U ashundaq tuzkorlik qilib qolurmi? Ayni vaqtda kichik demay, Hirotga amr qilib qo'yganimning yuznimi qilmasmi? Rost. O'tgan yili ayg'oqchilar uning sharob ichib o'tirib, buzurgvar momam Go'harshat begimning xun qisosini olmay qo'ymayman deb qasam qilganligini yetkazgan edi. Uni masjidlikda shundoq joylagan chag'i deb o'ylaganman. Uning momasi Go'harshat begimning tarbiyasi cho'ng bo'lganligini, uning momasi Go'harshat begimning tarbiyasida cho'ng bo'lganligini nemishqa o'ylamadim-a? Shu chaqda u jod xotinni o'ltirgizib etmagan bo'lsam,
taxtigohim hargiz tinchimaydi. Navrilarini kushkurtib, Mirza Ulug'begdek donishmand o'g'lini o'ltirgizgan ul Azazul Mo'mayning qo'lidan har balo keladi. Mana endi bu adovatga o'g'lim Ahmad Mirzaning Husayn Boyqaraga ko'maklashgani qo'shilibdi. Demak, Yodgor Muhammad Mirzaning niyati yomon. Mayli Shahruxiylar avlodi bo'lsin, mayli Umar Shayx avlodi bo'lsin, o'zining hukmronlik taxtini Samarqandga tiklamoqchi bo'lishdi. Men Miranshah avlodining saltanat tug'ini Samarqandga tikladim-ku. Aslida hammamiz Amir Temur avlodi bo'lgandikin, bunchalik qon bo'lishib ketmasak bo'ladi. Men yomon qilmadim. Yodgor Muhammad Mirzaga Hirotni berdim. Husayn Boyqaraning Xorasonning yerini isloh qilishiga yo'l qo'ydim. O'shunchalik nasibsiga shukr qilishi kerak edi ular. O'g'lim Ahmad Mirza Yodgor Muhammad Mirzaga taqobil tura oladimi? Qanday bo'lar ekan? Husayn Boyqaradek pishqon sarkarga taqobil tura olmagan. Uning taqobil turmoqi tas. Falakning choqi cho'gilib, talay yultizi yana Shahruxiylar avlodiga kulib boqarmizadi. Yo'q. Buningga hargiz yo'l qo'ymayman. Lekin shu topda sarkarlashganlarim chekindirish to'liq nomusliq ish. Ag'yorlarim, qaranglar, bu Said Sultondek katta Jahongir kichkina oq qo'yliq Turkman qabilasining begi o'z nasanning muqobilasiga chiqolmabdi deb orqamdan kulishidi. Ko'zga ilmaydigan bo'lishidi. O'z nasanning sulhi talbini qabul qilsam bo'pti ekan. Endi bu shaymon qilganning foydasi yo'q. Darhol Samarqandga chaparman mang'izib, o'g'lim Ahmad Mirzani Yodgor Muhammad Mirzaning taylikisidan ogohlantiray. Yog'idan puxta mudofaa ko'rishga unday. Enalarining tasarrufidan Samarqandga hamdamchi lashkar yo'tkazishga farmon beray. Uninggacha mono o'zinasan degan nokasning ishini bartaraf qilib bo'larman. Besh oydan beri jangga chiqmay mudofaada turaverib zerikmidi bu badbaxt. 5-6 oydan beri jangga chiqmay mudofaada turaverib zerikmidi bu badbaxt. O'zinasanni maydon jangi qilishga jur'at qilolmaydi deb qaragan Sulton Abu Said Mirza bilan sarkarda lashkarlari bexotlashib mudofaasini bo'shashtirib qo'ygan edi. Har qachon ehtiyotjonlik bilan mudofaada turayotgan o'zinasan ayg'oqchilari orqali yov ahvolini pat-pat kuzatib turibdi. Ayg'oqchilari uningga yov lashkarlarining jangovarligini yo'qotganligini, ruhiy tushkunlashganligini, bir izida midirlamay turaverib, jang qilishdan ro'yinib qolganligini, ha desa sharob ichib, qimor o'ynab, ichib-pushig'ini chiqarayotganligini yetkazishdi. Şunu ularning bira qilgan hujumlari ilgirgidek qahrlik emaskanda, Tangri inoyat qilib meni bu balo qazodan saqlagan o'xshaydi. Shundoq, bu degan yov hujum qilishning ablik fursati. Endi navbat menga kelgan o'xshaydi. Ular shundoq tuyuqsiz hujum qo'zg'ayki, kelgan joyiga oldigayni qarmay chekinishga majbur qilay. Ol Abu Said Mirza oqqo'yliqlarning uncha yavash emasligini bilib qo'ysin. Oqqo'yliq Turkman qabilasining sarkarda lashkarlari puxta tayyorlik ko'rib, bomdod namozdan yenibla yov qarorgohiga dahshatli hujum qo'zg'adi. Sulton Abu Said Mirza bu tuyuqsiz hujumdan qattiq cho'chib ketdi. Sulton Abu Said Mirza sarkardalarga darhol hujumni chekintirishga farmon berdi. Sarkardalar Abu Said Mirzaga o'xshash cho'chib ketgan edi. Sarkardalar o'z qarorgohlariga qarab yugurdi. Tuyuqsiz hujumdan qattiq vahimaga tushgan lashkarlar allaqachon titrab ketgan edi. Sulton Abu Said Mirza o'z qo'li bilan bir qancha qashqin lashkarning kollasini elib, xuddi bo'ri tekkan qotandagi qo'y to'pidek titrab ketgan lashkarlarni to'siyolmadi. Nog'ri kanay chaldirib ularni o'z tug'i ostiga jam qila olmadi. Shundaqdimi u tuyuqsiz hujum qilib kelgan yov lashkarlarini chekindirish xiyolidan voz kechmagan edi.
u Uzun Hasanni o'ziga taqobil turarligidek mag'dur yo'q, nihoyatda tuyuqsiz hujum bilan vaqtliq ustunlikni egilib oldi. Jang vaziyatida hozirli o'zgarish qilaman deb ishonch bog'lagan edi. Nihoyat afsuski, tog'dek ishongan sarkardaları allaqachon ishonch jasoratini yo'qotib qo'ygan sababli jon qayg'usiga tushgan lashkarlar bilan tang kechishyotdi. U buningdan bexabar edi. Sarkardalarım hozirli lashkarlarni yig'idi, jang sepini qaytadan tuzib yovni to'saymiz, balkim ularni chekindirib butunlay yo'qotamiz deb o'ylaydi. Sultan Abu Said Mirza bu ham xiyolini uzoq davomlashtirolmadi. Uzun Hasanning eng bahodir lashkarlardan tashkillangan Chapavul qo'shinining qo'rshovida qolganligini ko'rib, xiyolini yig'ishtirishga majbur bo'ldi. Nökərləri barlıq vücudu bilan jon pidoliq ko'rsatib qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, Uzun Hasan lashkarlarining hujumiga yanala tankilanmayotdi. Chapavul zarbador atraf debdi uzoqda. Oliylari sizlar chekinsizlar, biz yovni to'sib turaylik. Abu Said Mirza nökər beshining bu o'tinishiga parvo qilmadi. O'zini ulug' bo'g'isi Büyük istilochi Amir Temurdanni shavkatlik hisoblaydigan O'rta Osiyoning bu katta hukmdori hech qancha nomi chiqmagan Uzun Hasandek bir sarkardaning oldiga tushib ketishni or ko'rgan edi. Yov lashkarlari uni tezla asirga oldi. Jangda yengish degan bo'lib turadi. Chunki u jahon ikki hukmdor uchun nihoyat torliq qiladi. Aman biri yana biriga bo'ysunadigan, itoat qiladigan gap. Xayr, dastlabida o'zimga ziyod ishinib ketib, Uzun Hasanni ko'zimga ilmay, sulhiy talabini qabul qilmagan ekanman. Ko'zga ilmagan putquchomoq deb, endi men uning asiriga aylandim. Uningdan rahim shafqat tilasam, shuncha yillardan beri qon kechib tikilgan shon-shavkatimni yerga urgan bo'laman. Hem rahim shafqat tilishimning hojati yo'q. Chunki u meni asirga olgani bilan tasarrufim taxt saltanat yanada 3 o'g'limning qo'lida. Demak, saltanat uning qo'liga o'tgani yo'q. Shu topda uningdan sulhiy talab qilsam, rad qilishga hargiz petinolmaydi. Balkim haddidan oshgan shartlarni qo'ya olmasligi, tasarrufiga qo'shib olgan qora qo'yliq turk manziminini e'tirof qilishimni talab qilmasligim mumkin. Sulhi bilan oxirlashmaydigan yog'i to'limi oz bo'ladi. Uzun Hasan meni o'ldirib etishi hargiz mumkin emas. Azaldan asirga tushgan hukmdorni g'olib hukmdor o'ldirib etgan emas. Unda qilsa xunxo'r, nomard degan ataqqa qoladi. Ham o'ziga hisobsiz dushman tepib oladi. Shunga uning men bilan sulhi tuzmay amali yo'q. Yomoni kelsa, uning qo'ygan shartlarga ko'narman. Yov bilan sulhi tuzishga o'rin qoldirib qo'ymay urush qilgan gunoh o'zimda. Endi uning bilan shundoq sulhi tuzayki, har qachon kelishimni yirtib tashlab, urush qilishga yo'chib qoldirib qo'yay. Chunki har qanday kelishimni muvofiq bahona sabab bilan yirtib etgili, ham yirtib etgandan keyin qayta to'liqlab olg'ili bo'ladi. Sulhiga kelib bu mahkumlikdan qutulib olsam, uzoq o'tmay bu or-nomusni yana yo'yaman. Uzun Hasanning asirlik xonasiga band qilib turib, sulhi talab qilg'uziman. Tangrim, mendek posiq, gunohkor bandangning gunohlarini mag'firat qilg'aysan. To'kilgan yuz obro'yimni, yo'qotgan shon shavkatimni asliga keltirib olishimga madad bergaysan. Afsus, nihoyat afsuski, Abu Said Mirza Uzun Hasan bilan sulhi tuzish maqsadiga yetolmadi. Chunki u tosh sanab bo'lguncha ehtiyotchan, aqlliq Uzun Hasan qum sanab bo'lgan edi.
Шуңа у Султан Әбу Сәйд Мирзаны әсірге ағынын yoshirib, yo'l askarlarini toki Herat, Xuroson chegarasigacha qo'g'lab qoldi. Bu jarayonda Әбу Сәйд Мирза bilan faqatli ko'rishmadi. Onun bilan ko'rishsam, sulhi tuzsam bo'ladi. Sulhi tuzsam, jangni to'xtatsam bo'ladi. Jangni to'xtatsam, yo'l askarlari omon qoladi. Yo'l askarlari omon qolsa, Sultan Әбу Сәйд Мирзаның kuchi saqlanib qoladi. Bu har qachon men uchun yoshirin xavf. Sultan Әбу Сәйд Мирзаны sulhiga bir umr vafo qiladi deb kim huddi qila oladi? Inson degan farishta emas. Odamlar razil keladi. Chunki at bilan terining orasiga makonlashib olgan shayton insonni hamon razillikka undab turadi. Xon sultonlarning va'dasiga vafo qilmasligiga hamon bahona sabab tepilib turadi. Bo'libmi Sultan Әбу Сәйд Мирзадek buyuk hukmdorlar uchun texmi shundoq. Shunga avval uning sarkarda lashkarlarini to'liq yo'qdi. Uni 10-15 yil ichida lashkariy qudratini asliga keltirolmas holga tushirib qo'ydi. U chaqda va'dasiga vafo qilmayman desimi amalsiz qoladi. Uninggacha men qudrat deb olaman. Uzun Hasanning g'olib sarkarda lashkarlari qochqin raqiblarga faqatla orom bermadi. Taslim bo'lganlarni asirga oldi. Qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirdi. Qochqanlarni qo'g'ladi. Bu jang xuddi Kangri dalada to'shqan o'lg'anga o'xshab qolgan edi. Yo'l askarlarini butunlay terib-eran qilish maqsadiga yetgan Uzun Hasan birdan o'ylanib qoldi. Mavara Nahir, Xuroson va Farg'ona saltanati yana Әбу Сәйд Мирзаның 3 o'g'lining kontrolida ekanligini birdan esiga olgan edi. Шуңа у мәгълүб ләшкәрләрне техим ishkirlab qo'g'lashga, ochiqini aytganda raqibining tasarrufiga bostirib kirishga jur'at qilolmadi. Endi o'zimga hay beray. Әбу Сәйд Мирзаның o'g'illari birlashib kelib oldimni to'ssa, tankilanmay qochadigan ish bo'lib qolmasin yana. Shundoq bo'lib qolsa, hozir qo'lga keltirgan g'albini sirtim 2 pul bo'ladi. Endi Sultan Әбу Сәйд Мирза bilan sulh tuzsam qanday bo'lar? Elmo xilidan beri men bilan ko'rishishni to'xtamay talab qilyapti. Yana olmagan qiyofatga kirib olsam bo'lmas. Elim uning sarkarda lashkarlarini uchirgan yerda asirga elib o'ldirib, qo'g'lab yurib holini qo'ymadi. Hozir bu buyuk hukmdor xuddi qanot quyruqlarini yo'ngdib etgan bechora burkutga o'xshab qoldi. Uzun Hasan Әбу Сәйд Мирзаның qishig'i akilishga buyruq berib bo'lib, shu hamon yana oldi. Xo'sh, shul topda Sultan Әбу Сәйд Мирза bilan sulh tuzishga oson. U shuni kutyapti. Uning ustiga ixtiyor mening qo'limda. Uning hech qanday tanlash huquqi yo'q. Shundaq turuqliq sulh tuzishga nemish qoldirayman. Otasi mening qo'limda bo'lg'ashqila, 3 o'g'li texchilimon qarshi lashkar tortib kelmayapti. Bu Said Sultanning lashkarlarini yo'qotdim degan bilan, o'sha 3 o'g'lining qo'lida qanchalik lashkar borligini noma'lum. Ularning ilkidagi ul tasarruflar to'liq munbat, aholisi ko'p. Uning ustiga bu Said Sultanning dast qipchoq saltanatini qo'lga olgan og'ini sultonlardek, buyuk Mo'g'ulistonning hukmdori Sulton Yunus xondek ittifoqdoshlari bor. O'z vaqtida u o'sha xon sultonlarning taxt saltanatini qo'lga olish uchun hech nimani aymay yordamda bo'lgan. Mana endi ulardan talab qilsa, qanchalik tez shunchalik yordamga erishadi. Demak, hozir mening qo'limda qanot quyruqi yo'ndalgan bechora burkutga o'xshab qolgan bu Said Sulton sulh tuzib, asirlikdan qutulib, Samarqandga berib olsa, qaytadan qanot quyruq chiqaradi. Balkim vahshiy yo'lbosga aylanadi. O chaqda men yana qaytadan toshqonga aylanaman. Shunga sulh tuzishga oldirmay, lekin yo sulh tuzmay, yo qo'yib bermay, yo
boshqa saltanat posibonlari xabar topsa, masxara qilishdi. Qandoq qilsam bo'lar zoti. Uzun Hasan uzoq bosh qatirdi. Ayg'oqchilari Hirot, Samarqanddan epkagan ma'lumotlarni bir-biriga bog'lab mulohiz qildi. Uch kech kunduz yolg'iz bosh qatirib, xiyol surib o'tirgan Uzun Hasanning chehrida bir tilla mamnuniyat kulgisi parladi. Vujudini hayajonli tuyg'ular chirmab oldi. To'g'ri, shundoq qilay. Sultan Abu Said Mirzaning saltanati qarmoqqa mustahkam, qudratli ko'ringan bilan amaliyotda ichki nizo adovatlarmi xeyli bor ekan. Husayn Bayqara hozir Cho'ngxonzoda Sultan Ahmad Mirza bilan ittifoq tuzib, Hirot Amir Yodgor Muhammad Mirzaga taqobil turayotganda qilgan bilan amaliyotda uning o'z oldiga hokimiyat tiklisi bor. U mushu maqsadda xeylidan beri taxt da'vosi qilayotgan emasmidi? Demisimi Amir Temurdan miros qolgan bu taxt saltanatda u buyuk istilochining ikkinchi o'g'li bo'lmish Ömer Shayx avlodining nisibasi bor. Husayn Bayqara bu maqsad uchun har qanday vositadan ayonmaydi. Yodgor Muhammad Mirza bo'lsa, Hirotning amirligiga shukr qanoat qilib o'tirdigandek emas. Yo'qolib ketgili 17-18 yil bo'lgan Shahruxiylar avlodining hukmronligini qaytadan asliga keltirish uchun belini mahkam bog'lagandek qiladi. Shunga hozir Miranshah avlodi bilan Ömer Shayx avlodining birlashib olib, o'ziga taqobil turganligidan qattiq norozi. U har ikki tarafdagilarni taltikis yo'qlashni qo'yadi. Husayn Bayqara hozir ko'rinishda Xonzoda Sulton Ahmad Mirza bilan ko'maklashganda qilgan bilan bu Said Sultonning asirlikdan bo'shinib Samarqand taxtigohiga qaytib kelishini, halokatga yuzlanish oldida turgan Miranshah avlodining hukmronligini qaytadan mustahkamlab olishini hargiz xohlamaydi. Demak, hozir Sulton Abu Said Mirzaning saltanatida kuchli tafriqi bosh ko'tariblik. Bunday ahvolda uni sulhiga taklif qilib qo'yib bersam, oxirgi hisobda ziyon tortadigan o'zim bo'lib qolgudayman. Onundan ko'ra sulhi tuzgunimdan tuzmaganim yaxshidek qiladi. Shundoq qilay. Bu Said Sultonni Yodgor Muhammad Mirzaga topshirib beray. Bunday qilsam, birinchidan hech kim meni ayblamaydi. Chunki Hirot ilmi Abu Said Mirzaning tasarrufida. Uni Hirot amriga topshirib bersam, qoidaga uyg'un keladi. Ikkinchidan, kishilar meni bakmi kang qo'saqkan, raqibini sulhiga zo'rlamay, mardlik bilan ozod qilib yetibdi deb opran o'qishadi. Uchinchidan, Yodgor Muhammad Mirza bu ahvolda bu Said Sultonni hargiz Samarqandga yo'lg'izib qo'ymaydi. O'ltirmagan taqdirda zindonga silib saqlaydi. Chunki bu Said Sulton Samarqand taxtigohini qo'liga elib, Hirotga borganida Sulton Shahrux Mirzaning xonishi Go'harsod begimni rahimsizlik bilan qatl qildirgan. Shunga Shahruxiylar avlodining har qanday bir a'zosi bu qisosdan hargiz kechmaydi. To'rtinchidan, Yodgor Muhammad Mirza o'ylaganimdek ish tutsa, bu Said Sultonning ishxonzodasi diqqat nazarini mendan Yodgor Muhammad Mirzaga qaratadi. Ikki qismda adovat o'ti ulg'ayib, ikki majrolar avjiga chiqadi. Mayli ulardan qaysi yansun yoki yanilsin, vaziyat menga foydali bo'ladi. Uninggacha men saltanatimni mustahkamlab olg'ash turaman. Bir qarorga kelgan Uzun Hasan hech nimani bilmagan qiyofatda Samarqandga Cho'ngxonzoda Sulton Ahmad Mirzaga qisqa maktub yozdi. Assalomu alaykum. Xonzoda Sulton Ahmad Mirza janoblariga yetib ma'lum bo'lganki, 18 ming olamdagi tojdorlarning sarxili, adolat homiysi, jahonga tinchlik, osoyishlik urug'ini chashquchi, muhtaram padari buzurglari bu Said Sulton oliylari, qora qo'yliq turkmanlarning Qoshqon xonzodasi Hasan Alining yolg'on yovdoqlariga ishinib, kamina ojiz navkarlarni adablash boisidan
lashkar tatib kelgan edi. Muhtaram bu Said Sultan aliylarga cheksiz hurmat, sadoqatimiz bo'lganligi uchun tog' ko'tarib chiqishga jur'at qilolmadik. Shundaqla sulhi talabimizni rad qilganligi uchun dinimizni saqlab qolish muddasida mudofiada turishga majbur bo'ldik. Qazara qaram sarkarlarimizning bir qitimli hujumida Shavkatlik bu Said Sultan aliyleri qo'limizga asirga tushdi. Bir nanchidan Shavkatlik xon aliylariga cheksiz hurmatimiz bo'lganligi uchun, ikkinchidan mardlikni, adolatni, kang qo'saqlikni a'lo bilganligimiz uchun Shavkatlik padar buzurglariga hech qanday sulhi shartlarni qo'ymay, o'z tasarrufiga qaytarib etishni ixtiyor qildik. Aslida bu Said Sultan aliylarini ushbu maktub bilan birga Samarqandga yo'lga silishni loyiq ko'rgan edik. Ammo orliq yiroq bo'lg'achqa yo'lda olmadis birar kelishmaslik bo'lib qolmasin deb janob bu Said Sultan aliylarining avlodi aholisi sadoqatman nökir bo'lmish Hirat amiri Yodigar Muhammad Mirza dargohiga avatdik. Ushbu maktub qo'llariga tekkan hamon darhol Hiratga berib padar buzurglarni Samarqandga qaytarib ketganlar. Hamda ushbu arzimas maktubimizni dalillab turib, sadoqatimizni bildirib qo'ygaylar. Shavkatlik bu Said Sultan aliylari asirga olganlik gunohimizni afu qilib o'tgan. Mehr shafqat ko'rsatganki, bizga dushmanlik ko'zi bilan qaramag'ay. Ehtirom bilan Oqqo'yliq turkmanlarning hukmdori G'azambek Uzun Hasandini deb bilirlar. Nomi tamam, vassalom. Shundoq qilib, Oqqo'yliq turkmanlardan maydonga kelgan bu bahodir azimat bir tarafdan Sultan Abu Said Mirzaning o'g'illariga yaxshichaq bo'lish, yana bir tarafdan Yodigar Muhammad Mirzaning qo'li bilan Sultan Abu Said Mirzani butunlay yo'qotish va Amir Temur avlodining o'ttirisida qaytadan jangi jidal terish maqsadiga to'liq yetgan edi. Uzun Hasan to'g'ri mo'ljallagan ekan. Sultan Abu Said Mirzani topshirib olgan Yodigar Muhammad Mirza Uzun Hasanning nima uchun uni o'ziga bekor topshirib berganligini o'ylab qo'ymay, ulug' Musa Xonish Guharsat begimning qisosini olib, Shahroxila avlodining yuragidagi ornimizni yuvish uchun Sultan Abu Said Mirzani qatl qildirdi. Mavara Nahir saltanatiga 18 yilcha hukmronlik qilib, Tangritog' vodisi, Dasht Qipchoqdan Xorason, Bag'dodgacha so'zilgan bepoyon zaminni bir toji taxt atrofiga to'plashga muvaffaq bo'lgan bu Said Sultan degan saltanat nomi xil yiroq-yiroqlardagi hukmdorlarning yuragiga andisha, vahima paydo qilgan Sultan Abu Said Mirzaning hayoti ana shundoq oxirlashdi. Bu xabar tezla butkul Xorason, Mavara Nahir, Farg'ona, hatto Mo'g'ulistonlarga tarqaldi. Dadasining o'limidan qattiq g'azablangan Sulton Ahmad Mirza darhol lashkar jo'g'lab, Yodigar Muhammad Mirzaga qarshi Hirotga lashkariy yurish qildi. Uningga Hirotni qo'liga ilibla yana tattirib qo'yib, dog'da qolgan Husayn Bayqara hamdamda bo'ldi. Toshkent. Sultan Yunusxon nazarband qilingan bu qo'roni ancha cho'ng degili bo'lmasmi, egiz tom bilan qo'rsalgan ho'ylisida o'ziga yarasha gulligi, tolbarangliq peshayvini va 10 tub mevlik darxi bor edi. Nazarband qilingan 6-7 oydan beri Yunusxon bu ho'ylining sirtiga faqatli chiqib boqmadi. Toshkent amiri Shayx Jamoliddin tarafidan qo'riqchilikqa o'rinlashtirilgan lashkarlar uni darvozadan chiqishga yo'l qo'ymaydi. Qo'riq tam va o'gizlarda kech-kunduz kuzatib turgan lashkarlar bo'lsa, sirtdan biror odam tugul, biror uchar qanotni bu qo'riq ichiga kirgizmaydi. Sulton Yunusxon dastlabda tojdorlarga xos surini ko'rsatib, har qachon darvozadan bir qadam ner bo'lmaydigan lashkar beshiga hayyu ko'rsatib boqdi. Kechirsizlar oliylari. Daydi lashkar beshi qo'l bog'lig'inicha ehtirom bildirib, biz faqat amir janoblarining farmonini bajo keltiramiz. Xiloflik qilsak kallamiz ketadi. Hamisi berib o'ldirg'onga yetkaz
Dərhal kelib mən bilən görüşsün. Xoş, deydi Lashkar beshi, lekin yana bezirib turayverdi. Tuyuqsizla büyük hükümdardan tutqunga aylanib qelish Sultan Yunusxonga qattiq har kelgan edi. Sadaqatman navkarlarning o'ziga sotqinlik qilib jiniga qasd qilishiga qat'iy ishonmaydi. Shayx Jamoliddinning ashundoq yo'qolan bahona bilan lashkar o'rinlashtirib ko'rgan bu qo'g'dash tadbirga Aron 2 hafta sabr toqat qila oladi. Shayx Jamoliddin uning bilan bir ko'rishib qo'ygunicha faqat qorisini ko'rsatmadi. Qo'riq tam, o'g'za va darvozada midirlamay kuzatib turayotgan lashkarlar uningga o'zini qo'g'dayotgandek emas, qattiq nazorat qilayotgandek tuyg'u bergan edi. U o'zining mushu ho'ylining sirtida harakat qilish erkinligining butunlay yo'qligini his qilib yetganda g'azabini faqat bosolmadi. Savr qochisini sundirib etib, lashkar beshiga besim ishlatdi. Shayx Jamoliddinni darhol chaqirtib kelishni buyurdi. Ammo lashkar beshi adabsizlik qilmag'ini, qo'l bog'lab ehtirom bildirgani bilan uning buyrug'iga faqat parvo qilmaydi. Shu kunlarda u Shayx Jamoliddinning mushu usul bilan o'ziga haybi ko'rsatmoqchi, g'ururini sundirmoqchi, yolvurtmoqchi bo'lganligini aslo xiyoliga keltirmaydi. Sultan Yunusxonning har bir harakati, gap so'zlarigacha xabar tepib turgan Shayx Jamoliddin tutqunga aylanib qolib turibmi, hukmdorlarga xos salobatidan tushmayotgan Yunusxonning o'ziga odatdagi bir amr tariqasida muomala qilayotganligini, lashkar beshiga ha desa, do'rg'iga yetkuz, Shayx Jamoliddin darhol kelib men bilan ko'rishsin degandek buyruqlarni tushirdiganligini bilib, bo'g'ancha jahli qotgan Yunusxonni 15-20 kunda nazarbanddan ozod qilib, yo'lga selib qo'yish niyatidan yenib olgan edi. Men nimaga oldiraydim? Yana 2 hafta o'tsin. Ahvoldan qaraganda Yunusbek texchi o'shini topmagandek qiladi. Uning ashu xon sultonlik kibrini tashlamag'ini menga emas, ashu darvozani saqlayotgan arzimas lashkar beshig'imi ho'kirab emas, adab bilan gap qilmag'ini, yelinmag'ini bir ko'ray. Ana shundoq sabab bilan 2 oy vaqt o'tib ketdi. Ammo Shayx Jamoliddin Yunusxonni yolvurg'izish maqsadiga yetolmadi. Bu aralıqda Toshkentga Sultan Abu Said Mirzaning o'lim xabari yetib keldi. Shuning bilan Shayx Jamoliddinning vujudini Toshkentni markaz qilgan, Farg'ona va Turkistonni tasarruf qilgan mustaqil xonlik qurib, o'z oldiga saltanat surish vasvasasi chirmib oldi. Yaratgan Allah egan har qachon inson jumlasidan bo'lgan biriga sultonlik to'nini kiydirib, beshiga saltanat tojini qo'ndirdi. Sultan Abu Said Mirza Allohning dargohiga yo'l olgan bo'lsa, uning sultonlik to'ni talashdi qilishi aniq. Ayg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, shu topda cho'ng xonzodasi Sultan Ahmad Mirza ot qisosini elish uchun Hüseyin Boyqara bilan ko'maklashib, Yodikor Muhammad Mirzaga jazo yurish qilib yetibdi-dak. Demak, marhum bu Said Sultanning shohlik to'nini kimning kiyishi tex aniq emas. Ammo shunisi aniqki, yagona qudrat egasi menimi sultonlik to'nini kiyishga buyurgan o'xshaydi. Jannat makon obu ajdodlarim azaldan bu Farg'ona vodisida yurtparchilik qilib kelgan bo'lsa-mu, Amir Temur istilosidan keyin toki hozirgacha uning avlodlariga itoatgarligimizni sunib, farmonbardorlik qilib keldik. Endi yana qo'l bog'lab turavermay, ayg'oqchilarni mang'uzib, Xonzoda Sulton Ahmad Mirzaning ahvolini o'qishay. Yana texi Andijondagi inis Umar Shayx Mirzaning paylini bilib boqay. Haras, mono Yunusbekni endi qanday qilsam bo'lar? Endi uni ozod qilsam hargiz bo'lmaydi. U men qattiq o'sh bo'lib ketdi. 2 oydan beri ko'rish talabini rad qilib nazarband qilganimga amirlarning sotqinlik qilganligini sabab qilsam, endi hargiz ishonmaydi. Qo'yib bersam, tasarrufiga berib sarkarlashganlarni boshlab kelib, mendan o'chini olmay qo'ymaydi. Kollasini elib qutulaymi ya? Yo'q. Hozircha oldirmay turay. Navoda Xonzoda Sulton Ahmad Mirza Yodikor Muhammad Mirzadan ot qisosini elib,
Qalbi Nusrat yüzlenip qalsa, Yunus Bey'nin işini sürüştürmey qalmaydı. O çağda cevap vermekim təski düşüdü. Çünkü bu Said Sultan ölgen bilen oğulları var. Irak'taki iki oğlunu mezardan saqıp kılgandı mı? Bornumdan astıda Pergana Emir Hanzade Ömer Seyik Mirza var. Yeşi kiçik boğan bilen otçıqı, casardı yetkici var onun. Aygaqçılar onu Endicanda xeyli köp lesker toplaptı deyişip atkan. Esar, Kunduz, Bedəxşanlarını jon kurup turgan Sultan Mehmud Mirza'mı cim yatmağandı o qaçan. Bu ağı ini Hanzadelerinin çişiği aldırap tekkeli bulmaydı o. Ular bəyin üç dağda yatkan üç yolvasqa oxşaydı. Onun üstüge Yunus Bey'nin işinden Moğolistan'daki əmirleri xəbər tapmay qalmaydı. Navad ular xəbər tepip lesker tatıp kep qalsa, bu mu beşimge yeni bir bala boladı. Estağfurullah. Bu Yunus Bey'nin işi beşimge rastırlı bir bala bulamdı nime? Xiyal qılgan siri Şeyh Cemalı'da ne gambisi vağan idi. Şu tapda Sultan Yunus Han onun geliği durup qalgan soğakka oxşap qalgan idi. Sәгізені da soğak есі kötü bilen kengişip yeydi o. Menço, boldular, bu islahı ziyadı başka durup yürmey. Aval Hanzade Sultan Ahmet Mirza'nın ahvalını bilip bakay. Eras, Moğolistan'a mı oygaqçıman qızay. Vakti kelgende ahvalı qarab bir iş qılırman. İş qılıp Yunus Bey alqınımda. Bana amallık vermey durup, onu alqınımdan tirik elip çıkıp ketişini hiç kim xiyal qılmasın. Şeyh Cemalı'dın Samarqandga, Herat ve Aqsuga aygaqçı mangızgandan keyin xeyli xotirjam bo'lib qoldi. Qo'roning ustidagi mevelik daraxtlarning yo'pirmoqlari sarg'ayib to'kilishga boshlagan edi. Sultan Yunus Han dastlabki mezgillarda bu mevelik daraxtlarga ancha diqqat qilib ketmagan edi. Vaqtning uzrishiga ergishib, har bir tüp daraxtning nechtoldan shexi borligi, qo'lida şaxlarda qandaq belgilerinin barlığı, hatta bu daraxtlarga kunda nech qushqaç, paxtak ve allaqandaq qushlarning kelib qo'nib, yana uchib ketadiganligicha tafsiliy biladigan bo'lib qolgan edi. O yaqindan beri darvoza tubidagi lashkar beshiga faqat gap qilmaydigan, qo'ro temi o'gizlarda kuzatib turayotgan lashkarlarga adovat bilan qaramaydigan bo'lib qolgan edi. 5 vaqt namozini o'z vaqtida o'taydi. Başka vaqtlarda ya o'ltirib, ya qo'rov ichida asta mengib xiyol suratdi. Balalik davridan tortib toki taxt saltanatni qo'liga olg'uchi bo'lgan sarguzashtlarini eslaydi. Suyimli xonishlari Eson Davlat Xinim, Malika Shohbegim bilan o'tkazgan tunji she'rin to'y kechisini, ularning nozliq, muhabbatlik, tatliq qiliqlarini, ko'yinishlarini ham doim g'amini yeb səhbari buluşlarını köz aldığı keltirdi. Çoğun xanışı İhsan Davlat Xinim qaysarlik, aql parasat chiqib turgan ko'zlari bilan yo'liga qarab atgandek, kichik xonish Malika Shohbegim g'am tashvish ilkida yig'lab, chiroyli ohu ko'zlarini ishitib olgandek tuyg'uga keladi. Malika Shohbegim to'limi sodda, nozuk, dishvorchiliklarga chidamaydi. Onunla İhsan Davlat Xinim təsəlli verib atqandı o qaçan. O əzəldən aşındaq kən qusaq, köyümçan. Gezi kelgende ərlədik casaretlik. Ras, eyni yili Malika Shohbegimni nikahimga ağınımda meni külüp durup mübarekligini ras boğuymedi. Sol çağda nə közlerinden azap, nə çıraydan tattırış sezmegen idi. Hatun kişinin künçiliki yaman keledi o. Azaplanmaslığı mümkün emas. Acab bilindirmeptiken deyse, keyin şundaq külüp yurdi. Malika Shohbegimni kündüşü emas, sınlısı qatarida izzetledi. Ta hazırgacha ularning ranjishib, botnishib, ko'ngli og'riq tepagini bilmayman. Shohbegimmi shundaq. Uni o'z egichisiga ko'rib hurmat bildirib keldi. Malikaligini pes qilmay, har ishda uning og'ziga qaradi. Shunga ular bilan o'zimni baxtli his qilganman-da. Ular nima dedi? Nemish qilayotgandi?
Şeyh Jamoliddin ulanın Nazarbandga oldi tayinliq. Bo'lmasa, Ison Davlat xonim allaqachon Aqso'ga Muhammad Haydar Mirzaga choparman avatgan bo'ladi. O suyimli xonishlarim bilan omon eson didorlashishga nasib bo'lurmi? Aşı ikki xonasidan tug'ilgan xonzoda malakalari esiga kelishi bilan Yunus xonning vujudidagi azobliq tuyg'ular birdan tarab ketdi. Uning o'rniga seg'inish tuyg'ulari almashdi. Bolalarning bir-biridan o'maq, tatlı qiliqlari, erkilib so'zlashlari ko'z oldida zohir bo'ldi. Farzand firaqi ajoyib bo'ladi ekan. Parangchilarning odam otimiz bilan Havo onamizning ota-onasi bo'lmagan, ular barliq mehrini farzandlariga bergan ekan. Shunga insonlarning ota-onasidan ko'ra bolalarga ko'nishi shulardan udum qolgan ekan deyishlarining asosi bor ekanda. Amaliyotda bu bir hazamat gap. Lekin farzand firoqiga chidamoq ajab taskin. Saltanat ishlari bilan bo'lib, ularni oz erkilatgan, oz bag'rimga bosgan ekanman. Omon eson ko'rishga nasib bo'lsa, otalik mehrimni imkoniyatni boricha to'liq beraman. Tarbiyalashning inikana, akka, ko'ngildosh, kenizaklarga tashlab qo'ymay, o'zim tarbiyalayman. Fazilat o'gitman. Xudo, qudratning ulug', himmat inoyating cheksizdir. Oşun arsidilerimni yaman göz, yaman niyetlerin özün panahında saklagaysın. Özün panahında saklagaysın. Şu günlerde Yunus Han o'yladiki daraxtlarning yo'pirmoqlarining yop-yeshil turishini, sarg'ayib to'kilib ketmasligini orzu qiladi. Go'yo o'sha yo'pirmoqlar bilan tang barliq orzu umidlari to'kilib ketadiganidek vayimga yetdi. Ammo ızgırın kuz shamili yo'pirmoqlarni rahimsizlik bilan to'katdi. Har bir tal sarg'aygan yo'pirmoq shirildab tushganda Sultan Yunus Xonning yuragi siyqirab ketadi. O bugun nashtadan keyin qo'rining optob tushgan yerida bir o'ltirgunicha toki kun tushib bo'lguncha medirlamay o'ltirdi. Turqidan vujudini ziddiyatli xayollar chirmag'anligi bilinib turadi. Qo'shimlari pat-pat turilib qoladi. Gözleri hamon o'ychan edi. Shundoq qilay. Shayx Jamoliddinga xat yozay. Ahvoldan qaraganda, u men bilan bu yaqinlarda ko'rishmaydigan o'xshaydi. Hech bo'lmasa, o'y xiyollarimni, maqsad muddalarimni bo'z bildirib qo'yay. Maqsad muddalarimni bo'lsa bildirib qo'yay. Yunus Xon asta o'rnidan turib xas hujrasiga qaytib kirdi. Ondan supining ustidagi shiraning oldida chaza qurib o'tirib, atgandan beri ko'ngliga tukkanlarni yezishga kirishdi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni o'shaga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.